Hürmetli vatandaş, bizim leksilerimizi anlap kelivatkan Turan Efendi sizin koygan sualınız hazırca amanet kaldı cuma amanet. Vakti gelgen cevap veriniz. Endeki mavzumen başlayacağım vatandaşlar hazır yerde devir per kilovatıdı, devir ayrıydıgan per kilovatıdı. 2017 yılı Amerika Birleşik Ştatları'nın Xitay Halk Cumhuriyeti, yani Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti oturusunda soda macerası, soda sürkülüşü bulup öttü. 2009 yılı ziddiyetlerinin karakteri ve ziddiyetlerinin keskinlik derecesi özgürlüğünde kıldı. Tüvendeki liksiyerlerine nazar ağdıranlı vatandaşlar. Bu liksiyeni tepsiyle anlalı. Bu bir ikincisi, bunun da belki fen teknikine ait atalığı hukumlarını ben bu sahavla uçraşkan emez. Fakat Xitay tilden söz tercüme kıldım. Belki bu hukumlaşkan, kategorileşken isimler hata bok kılışı mümkün. Şuna beni geçirinler. Şunu da Allah ve bunu da vatandaşlar özdürüşü, düşünüşü, bilişi bu içerisi buldu. Ben liksiyeni başlayayım. Birinci. Sonra söhbeti başlanıyor. Aldıttır diye birinci ayının 7. günü iki devletlerin sonra söhbeti Beijing'de başlandı. Demek ki Amerika yana bir katım Cumhur'un mühim sahalarına besem işletti. Mavzulu haber birinci ayının birinci günü Japonya Domay haberleri ve en eski televizyasında verildi, anlatıldı. Haber bundan başlar. Amerika Cumhur oturusundaki ziddiyet nurgun devletlerde kurallarının dikkatini özüge tartıvadı. 20 yıldan keyin Amerika arkadan iki çoğun hareketini oturumu çıkarıp Cumhur'u qarattı. Amerika Birleşik Ştatları'nın prezidenti Trump 12. ayının 31. günü bir parça kanun layihəyə imza koyup Amerika Janubi Deniz'de mezgillik belgilengen müddet içinde tahlidi uruş elip verip erkin katnaşla qoğdaydı ve Tayvan'a harbiy qurollar aqsetip berishni ko'paytirdi deb ko'rsatdi. Yaponiya radyo şirketi NHK mundaq ko'rsatdi. Amerika Cumhur'un Janubi Deniz'de quruluş elip berishini ve Cumhur'un yuqori besimli iqtisadi faaliyetini, Çavuşan'ın yadro qurolları taraqqiyotini hamda ISIS'larni bir o'ringa qo'yib, bularni xalqaro jamiyatga xiris qilg'uchilar deb tushundirdi. Demak, hozir Cumhur ISIS'lar bilan bir qatorga qo'yildi. Maqolada bunda ko'rsatildi. Amerika ko'p taraf, ko'p saholardan Cumhur bilan uzun muddatgacha qarshilashdi. Amerika haqiqatan shunday qilishga başladı. Amerika xalqarada beş gözler ittifaqının a'zosi Yaponiya bilan qadamni moslashtirishni talab qildi. Har qaysi davlatning muhim asosiy qurilish aslahalari ishlarining sonliq asoslarini o'zlari saqlamoqchi bo'ldi. Maqolada bundoq ko'rsatildi. Bu Amerikaning Cumhurning ta'siridan hoşyar buluş ve zomigarlikni talashish jarayonida g'alaba qilishni umid qilganligidir. Amerika bu holga tushib qolmadi-ku deyman, Yaponiyaning xabarchilari. Bundan burun 2018 yılı 8. ayda Amerika hükümetinin ichki qismida Huawei ve Zhongxin şirketlerinin mulozimat qilishini chekladi. 5. avlod fen texnikiga xos bo'lgan harbiy ishloqotlaridagi strategik ahamiyatidan ansirdi. Maqolada bunday ko'rsatildi. Amerika Qo'shma Shtatlari o'tirib qo'ygan 14 yurishlik muhim strategik sohalarga qaratilgan bexatarlik siyosat ko'rsatmasi devletning ishlab chiqarish va fuqarolarning turmush bexatarligini qo'llash va sanoat raqobatini qo'llashga zo'r bosqichdir. Huawei Zhongxin shirkatlariga qarshi qatnashmak, elektron sonli ma'lumotlarni boshqarish, Cumhurga qaratilgan qo'rishovga elish başlandı. Yaponiya hükümeti bunday ko'rsatdi. Yadroluk sonliq ma'lumot bo'lmasa da ko'p qismini chet elda saqlagan tuzum.
Amerika o'ttirib qo'ygan 14 yurishlik halqılık sahalardan boshqa Yaponiya muhim sanoat sonliq ma'lumotlarni boshqarishni chiqaradi. Yaponiya iqtisod xabarlari gazeti 1-oyning 1-kuni tahlil qilib, mundaq ko'rsatdi. 3-oyning 1-kuni Jungo Amerika savdo suhbatining halqılık vaqtchaki yetib keldi. Prezident Trump'ın bir qator harakatlarining Amerika hukumati bilan Amerika Qo'shma Shtatlar davlat majlisining bir niyatda bir qiyofat ko'rsatib, Jungoga besim ishlatishini umid qilamiz. 2019-yili Amerika Jungo o'rtasida yuz bergan sovuq munosabatlar urushi dunyoni balki ikki cho'ng pan-texnik lageriga bo'lib o'tishi mumkin. Mavzuli xabar 1-oyning 1-kuni Amerika ovozining Xitoy tilida programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Yangi xabar. Amerika savdo suhbat vakillari umiga 1-oyning 7-kuni Beijingga yetib bordi. Jungo bilan savdo suhbati o'tkazildi. Tahlilchilar bunday ko'rsatdi. Suhbatning natijasi qanday bo'lishidan qat'iy nazar hozir Amerika Jungo duch kelgan zo'r ko'lamli pan-texnika zo'magarligini talishishga solishtirganda savdo urushi ikki davlatning kichikkina bir maydon elishi bo'lib hisoblanadi. Hozir pan-texnika sohasidagi sovuq munosabatlar urushi davriga kirib kelganda savdo urushi ancha bir narsaga arzimaydigan bir ish deydi bu maqolada. Davomini anglash hurmatli vatandoshlar.